Dunyodagi dаңlıq avtomobil şirketlerining asosan hammasining Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlariga chetishlik ekanligi haqidagi yaqinda e'lon qilingan bir doklad Amerika Kengash palatasi Moliya komitetining diqqatini qo'zg'agan. Avtomobil xabarlari gazetining bildirishicha, Amerika Kengash palatasining Moliya komiteti hammabop motor, Tesla, Ford va Honda qatorliq avtomobil shirkatlariga xat yozib, ularning Xitoy ta'minlash zanjiri bilan bo'lgan aloqasiga doir savollarga javob berishni talab qilgan. Kengash palatasi Moliya komitetining raisi Ron Wyden bu shirkatlarning ijroiya direktorlariga yozgan xatida avtomobil ishlab chiqaruvchilarning Shinjongga chetishlik barliq mol ta'minlaguvchilar bilan bo'lgan munosabatini tekshirishning intayin muhim ekanligini aytgan. Sharq Turkiston mustaqillik kurashi yo'lida qon va jonlarni fido qilgan qahramon shehidlarni xotirlash munosabati bilan juma kuni Istanbulda Sharq Turkiston shehidlar kechasi faoliyati o'tkazildi. Faoliyatni Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi o'rinlashtirgan bo'lib, Istanbulda yashayotgan Uyg'urlar ishtirok qildi. Xitoyda atalmış nol Covid siyosatini bo'shatgandan keyin yuqumlanuvchilar sonida rekord yaratilganligi oshkorlandi. Bloomberg va pul muomala vaqt gazeti erishgan ma'lumotda 12 oyning oldingi 20 kunida Xitoyda 250 million kishining Covid bilan yuqumlanganligi o'tirg'a qo'yilgan. Dokladga qaraganda, bu xil ahvol Xitoydagi 1 milliard 400 million nopusning taxminan 18% ni egallaydi ekan. Bu Xitoy virusi o'tirg'a chiqqandan buyon hozirga qadar dunyodagi eng zo'r yuqumlanish bo'lib qolgan. Beijing komiteti Xitoyga munosabatli salbiy mazmunlar sababidan Amerikada prezident Joe Bidenning imzolashi bilan kuchga ega bo'lgan 2023-yillik davlat mudofaa huquqi qonuniga norozilik bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi yozma bayonotida mundaq dedi: Bu qonun paketga zid holda Xitoy tahdidini pasaytirishni mubolag'alashtirgan bo'lib, Xitoyning ichki ishlariga ochiq-oshkora aralashgan va Xitoy kompartiyasini haqoratlagan. Davlat mudofaa ministrligi bayonotida mundaq dedi: Bu qonun Washingtonning Amerika-Tayvan munosabati va orolning bexatarligiga qanchalik ahamiyat beradiganligini ko'rsatib berdi. Angliya askarlarining shaxsiy uchurlarni Xitoyga chetishlik shirkat bilan o'rtoqlashishi Angliya parlament a'zolarining andisini qo'zg'adi. Angliya davlat mudofaa amaldorlarining bir Xitoy savdogar mudiriyat a'zoligini qilayotgan shirkat bilan bo'lgan hamkorlik kelishimi andish qo'zg'adi. Parlament a'zolari bu haqda Xitoy shirkatlari bilan Xitoy davlatining chambarchas bog'langanligini ogohlantirgan. Yaqinqi bir necha hafta ichida Xitoyda yuqumlanuvchilar sonining ko'payishi sababidan Germaniyada Xitoyga uchadigan aeroplanni to'xtatish kun tartibga keldi. Germaniya qatnash ministrligi bo'lsa, Germaniya bilan Xitoy o'rtasida navbatchi aeroplan yo'q deyarlik ekanligini o'tirg'a qo'ydi va Germaniya yoki Yevropa ittifoqining uchishini cheklash buyrug'ini yo'lga qo'ymaydiganligini o'tirg'a qo'ydi.